So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Buxoroda ro'y bergan yo'l harakati xavfsizligi xodimi bilan haydovchi o'rtasidagi bahs aks etgan videolar keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Haydovchi o'zini haq deb hisoblab, huquq-tartibot xodimini noqonuniy harakatda aybladi. Xo'sh, haqiqat aslida kim tomonda? Navbatdagi lavhamizda bu haqda batafsil bilib olishingiz mumkin. Bormaydi, evakuatsiya ham etmaydi, men ham etmayman. Tushunarli. Loyiq bo'lsa politsiya qilinglar. Holatga ko'ra avtomashina boshqarib kelayotgan haydovchi ishoraga ko'ra to'xtaganidan so'ng inspektor hujjatlarni ko'rish maqsadida uning oldiga borib belgilangan tartibda murojaat qilgan. Ammo videoda ham ko'rinib turgandek haydovchi uning qonuniy talabiga bo'ysunmaydi va hujjatlarni ko'rsatishdan bosh tortadi. Boz ustiga o'zini jabrdiyda qilib ko'rsatishga ham urinadi. Shundan so'ng inspektor haydovchi avtomashinani tegishli hujjatlarsiz boshqarib yurgan degan xulosaga keladi va tartibga ko'ra avtomashinani jarima maydoniga olib ketadi. Jahl otiga mingan haydovchi bu vaziyatda ham inspektorni obro'sizlantirishga urinib, turli so'zlar bilan uning sha'niga tegishga urinadi. Allohumma biza Buxoroliklar. Mana bu yuqorida turgan gay xodimi, ya'ni mazkur holat esa bir necha kun davomida ijtimoiy tarmoqlarda turli haqoratomuz videolar tarzida yoritib turildi. Ularning asosiy maqsadi fuqarolarimizning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash hisoblanadi. Xodimlarini video tasvirga, foto tasvirlarga olib, ularni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatib, ularni obro'sizlantirishga sabab bo'lsa, bu belgilangan tartibda qonuniy javobgarlikka sabab bo'ladi. Buxoro shahar sudida ko'rib chiqilgan mazkur ma'muriy ish yakunida haydovchi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi 1-qismi ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195-2 moddasi huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining foto yoki video tasvirlarini ularning obro'sizlantirilishiga olib keladigan tarzda buzib tarqatishda nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topildi va unga nisbatan 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.